Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asosiy yuridik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 21-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz yangi mazmun o'rganamiz. Array degan. Array degan arqim orqali degan gap. Masalan, biz matematikada sonlar arqim orqali deb mazmunlarni o'rgangan-ku. Ham sonlar gruppasi deb ba'zanlar shunda tarjima qilsanlar mumkin. Ammo bu array, Java'dagi array, inglizcha array deydi. Bu sonlardan boshqa harflarni o'z ichiga oldi. Şuna bazı aranlardaki mesela ben tercüme kıysam onu doğru unutmayacağım bazı parçalar tercümen var aranlarda. Qanday tercüme kılasan olmaylı array'ni. Hem de İngilizce array deydi. Lekin ben bunu arqım arqılıq deb tercüme qildim. Çünkü şu misal ko'rsatganimdek bu sonlar haqida arqım arqıdan tizildi. Bir qancha sonlar gruppasi yoki. Agar bunun sonliq ma'lumot tipi int bo'lsa, bu sonlar gruppasi bo'ldi. Agar string bo'lsa, tizma yoki harf tizimiz harflar gruppasi nima? So'zlar gruppasi oldu, char olsa harflar gruppasi oldu. Hem arqım arqılıq deb dedim. Bu arqım arqılıq degan nima? Yani array degan nima desanglar, o'xshash tipliq sonliq ma'lumot to'plamaydi. Intni o'z ichiga oldim, ya'ni sonliq ma'lumot to'plamaydi degan. Demakchi o'g'lim data type bilqi arrayning o'ziniki qanda intqa, double, string shunga o'xshash sonliq ma'lumot tipining to'plami, o'xshash to'plami. Biz qanda arqim orqali deymiz array Java'da. Unda esa mushu array qanda bir xil sonliq ma'lumot yoki qimmatni saqlaydigan hamda xurjun. Bir narsani shuni sab qo'yamiz. Masalan, bizda 10 odamning yeyishi bo'lsa, 10 odamning yeyishining bir sonliq ma'lumot borda, shuni bir yerga saqlamoqchi bo'lsak, xurjundek shuni sab qo'yamiz demoqchi menda obrazlashtirib da'vatim. Misollab bersam, hatta shu int bo'lsa sonliq ma'lumot tipi. Uning ichiga 100 son, hatta 500 son xolganini sola olamizda endi. Ammo biz uni 500 ni qilishimizning hojati yo'q. Men faqat misol aytayapman. Ham buni misoldan tushunganda men bir sonliq ma'lumot tipi, ya'ni array'ninki qanda int misol olay. Boshqa hammasiniki array'lari bor, array. Bu odat array'ning belgisi mana bu cho'ng tirnoq square bracket deydi İngilizce. Sonliq ma'lumot tipi bilan shu array'ning qanda ismini yozamiz. Sonliq ma'lumot tipi agar int bo'lsa, uning keyiniga mana shakl yozamiz. Cho'ng tirnoqni qanda ichib yopamiz. Uniki ismi, ana ikkinchi ma'ni budur tirnoq deb oldim. Men buni qanday ilib olsanglar, Burley Crazy deydi İngilizce. Array'ning ikki xil yozilishi bor. Birinchisi mana yozamiz. Yani mesela 10'dan tortib 100 son kirgizib qo'ydim. Buni xohlagan son kirgizsanglar bo'ldi. Men bu xohlagan son, almashtirsanlar bo'lardi. Ammo qancha son bor ichida buni element deydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 son bor. Buni yana o'xshash shaklda mana yazsam bo'ldi. Sonliq ma'lumot tipi o'zgarmaydi. Ning boshini yozamiz. Ana degan qanda ismi number deb qo'yib qo'ydim. Osman Qozi deb qo'yib qo'ysanglar bo'lardi. Ism muhim emas. Tan qanda new bizim array'ninki qanda quramiz. Nim sonliq ma'lumot nim bo'lsa int was int, string was string qanda undan tortib yozuvchi keyini yozsaq bo'ldi. Hamda diqqat qilgan nuqta, biz agar qurmoqchi bo'lsak mana bu shaklda keyin qancha element borligini aniq eskartmasak bo'lmaydi. Buni men hozir Eclipse'ni amaliy misol bilan tushuntirib qo'yman. Biz masalan mushuninkiga qarasak, bu array'ninki biz stringda bunun length uzunluğunu bilgenge string manipulation, stringni kontrollashda biz array'ni kontrollaymiz. Array'ni we can manipulate. Qanda boshqara olamiz, kontrol qila olamiz. Masalan, uning ichidagi bir elementni qanda ma nechinchi element oldu? Bizga nisbatan 1 bo'lgan bilan, ammo index 0 oldu buningki. Index 0, 1, 0 dan boshlanadi index. O'xshash stringga. Unda asma Eclipse'ni amaliy misol bilan tushuntirib qo'yay. Misollar arqim orqali, ya'ni array'ni tushuntirishdan burun, masalan, bir odamning yeyishini o'ttiz deb ilib olsak, masalan, sonliq ma'lumot tipi int qo'y. Buni qanda bu yil u ga kirdi. Shunaqa. Buni men qilsak, bu yil 30 kirdi demoqchi.
Yani bunu xalqancha o'zgartiramiz go, masalan bu yil 20 kirdi degandek. Hamda bir odamning ko'p qolsa birlam sonliq ma'lumot bilan birlam qiymat beramiz, shunami? Hamda bizda ko'p odamning ko'p qolishi deganda bu yerda array ishlatamiz. Arrayni qanday ishlatamiz desak, dal mushundan cho'ng tirnoqni ichib square bracket deymiz. Scope demdik yoki. Yoshlar bo'lgan, ko'p bo'lgan ekan. Xalanchasini berib olsak bo'laverdi, yosh deb qo'ysak bo'lardi bu yerda. Buni qanday? Masalan, 10 odamnikini bersak, 20 yosh, 43 yosh, 19 yosh, 54 yosh. Bir peshvilan araymiz, ha? Budur tirnoqning ichiga. Sizdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 shunaq qo'y. 11. Mana mushning ichiga saqlaymiz. Mushadiki int array qanda. Mushningki bir xurjunga o'xshasa qoldi, hamma sonni qanda. Demak, array degan nima desak, o'xshash tipdagi sonliq ma'lumotlar qanda to'planmasa to'plamaydi dedik-ku. Mushning to'planmasa demakchi. Masalan, buning ichidagi har birsini element deymiz. Element. Bu xuddi stringga o'xshaydi. Masalan, buning qancha element borligini qanday topamiz desak, yoshlarning qanday length bu o'xshash qancha element borligini, 10 element bor shunaqa. Ya'ni bir element qitib qo'ysam 11 element bor. Mana bu array qarindoshlar. Hamda array'ninki faqat sonlar bilan bizlar harfim bo'laverdi. Masalan, amaliyotda bir so'z bo'lsa, string shunaqa. String. Ism deyli. Osmonjon. Bu ism bir so'z bo'lgan bilan bular qancha harfdan tuzilgan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mushumu amaliyotda mush bir ism. Tushensanglar, sonliq ma'lumot tipi mush chardan qanday tuzilgan bular. Qanday? Mush charni bilsanglar sonliq ma'lumot tipi. Agar nim qilmagan bo'lsanglar, qayta ko'rsanglar bo'ldi. Men sonliq ma'lumot tipini bek tafsiliy so'zlagan. Mush bir sonliq ma'lumot tipi. Endi biz buni mush ismni qanday char qanday aylantiramiz desak, harf qanday ism toChar array ma bir metod mushundan foydalanib qanday arrayga aylantirib o'tamiz demakchi. Yoki bu turib tursin, murakkablashtirib o'tmayman işte. Mushu nimadan tuzilgan desanglar, ash ism Osmonjon degan ism char array'ninki qarsanglar. Array'ni nima charni qanday harfni characterni pak naql belgisidan olamiz. Masalan, o ma'vu qanday o s m a n j a n mushundan tuzilgan bular. Amaliyot string degan qanday harflarning arraysini qanday bunday tuzilgan. Endi string arraysini qanday yozamiz desak, o'xshash string sonliq ma'lumot tipini berib, masalan, bumi arrayninki 2 skobkani yozib, masalan, ismlar deb string o'xshash. Masalan, charni yozgan shunday yozdik-ku, ismni qo'shna qilib yozamiz-ku. Masalan, Musa Ekber Can Yamamoto. Ismlar var, nim deb qo'yib qo'ysak. Mushular qanday bir xurjunga o'xshaydi demakchi. Bu yozish uslubi. Hamda ma'ni qanday, ya'ni o'xshash shaklda qanday yoziladi desak, int y deb qo'yay endi.
new int mayaga manda yozsaqmi, mashq o'xshash amaliyotda. Lekin diqqat qilgan bir nuqta. Men ayrim qurmoqchi bo'lsam, masalan, a'zolarni sizga bermoqchi hozir men 10 ni berib qo'ydim-ku elementni. Keyin ishlatmoqchi bo'lsam, uni qanday qilib qo'yman desam, masalan, age deb qo'y. Inglizcha. Age. New. Mandala qo'yib qo'ysam, bu qizdirib oldi. Ama bunun ichiga cho'qim emas, qancha element ishlatganligimni eskartishim kerak. Yoki 7 da, men 7 ishlatgan ekanman, keyin ma'no cho'qim 7 bo'lish kerak. Vaqt qanday qilaman? Age 1 2 3 4 5 6 7 Oh, hemen arkadaşlar demek ben nölincisi qanda ma'ni kirgizganda bir ikkinchi noldan boshlaymiz ku endi. Ikkinchisi yoki birinchidagi yoki ikkinchisi 3 degandek. Ham shuna kirgizsak bo'ldi. Men buni boshqa bir klass ichib ayirib tushuntiray. Endi qanday besib chiqarish degan to'g'risida. Mana bu faqat arrayni qanday yozish to'g'ri. Masalan, yozish to'g'risida double array mi bor? Qanday sonliq ma'lumot tip bo'lib qolsa, shuni ishlatirsak bo'lardi. Double, short, long degan. Masalan, yıllarda years deb ketadi. Yıllar. Yıl sango, sanni int deb ishlatamiz go. Yıllar. Beş yıllık nima qilib qo'yay masalan? 2020 2021 2050 2090 2098 degandek. 5 qo'sh nima? Buni qanday besib chiqaramiz desak? Masalan, men bevosita yillar desam bo'lamda, besib chiqarish uchun. Bo'lmaydi. Menda adres ko'rinib oldi. Buni besib chiqargan chaqda buni bevosita besib chiqarmaymiz. Buni qanday besib chiqaramiz degan chaqda buni array besib chiqarishdan keyin ikki xil usul bor. Birisi arrays to string deb bu metodni yodlaydilar. Arrays to string deb besib chiqaramiz. Endi mana deb chiqadi. 1 2020 2021 arrays to string tirnoqlashiga yillar ismini yasak bo'ldi. Yoki bo'lmasa endi biz men oldin qismli darsimizda izib ketgan for each loopdan foydalanib besib chiqaramiz. Bu qanday oldi desak, for loop emas mana, for each loop. For loop emas. For each loop qanday? Mening data type'ni, mening data type saliq ma'lumot tipi nima? Meniki int shunaqo. Birlik bo'lgan chaqda. Har bir a'zosi bo'lganda demakchi. Bir qitimdan aylanib besib chiqadi. Mana int qo, mana string emas qo. Shunqanda int. Int. Bunun bir ism berib olamiz, yangidan bir ism, uni qanda yil dey, chunki bir taldan besib chiqarg'achqa, bir talda aylang'achqa osim cheket, endi shu yillarni yilga asosan birdan aylanib, uni yil deb ism bermay demakchi. Buni yilni besib chiqarsam qanda men bir bo'shliq berib qo'ymsam chaplashib oldi demakchi. Mana tik chiqdi-ku. Men allanni ilasak yonti bo'ldi-ku. Mana 2020 2021 2050 degandek.
ikki xil besib chiqarish usuli bor. Masalan, string bo'lsa o'xshash, string array bor. Ismlar. Masalan, Mehmet, Samet, David deb qo'yay. Buni qanday besib chiqaramiz? Yoki arrays to string. Ismi qanday? Ismlar dedim-ku. Manda besib chiqaramiz. Chunki men Alanni ilib etgachga bir tiksizlikda chiqaverdi. Bir tal quroltib deb etmasam miyada. Qana Mehmet, Samet, David. Yoki ma şekilde arrays to string yoki for each loop bilan. Endi ma bu string ma bu. Har birisi shunaqa. Uning soliq ma'lumoti string. Endi yangidan bir ism qo'ysak bu stringga. Ism deb ism qo'yib qo'yay. Aş ism nimaning o'rniga har bir elementda ismlarniki. Ism. Onda Mehmet, Samet, David chiqdi demoqchi. Mana bunda besib chiqamiz. Hamda buning yana bir usuli men boyam deganim. Masalan, yil dedim bu. Yıl. Yıllar da koyabiliriz. İngilizce'de year. Years. New years. Bunda kuralım başta necilik fikin demeyin kin kıymet verme. Dastlabda bir olmay. Aşna ahval uçuraydı mesela. 3 yıl birey 3 yıl. O vaqt qanday qilma? Sonini 3 deb eskartib qo'ymsam bo'lmaydi. Mana uni nimasi xato beribdimi? O vaqt qanday beramiz? Years. Birinchi nimsiz 0 dan boshlandi bu. So'zlab qo'ygan-ku men. Birinchi yil qaysi? Birinchi yil tug'ilgan yilinglar masalan 1900 inci yılı bo'lsa years ikkinchisi 1900 2000 deb qo'yay. Xohlagancha bu muhim emas, bir xohlagancha son. Ikkinchisi qanday? 2020 dey. Uchinchisi qanday? 2099. Bunu besib chiqarsam. Qanday? Years arrays to string. Qanday? Years. Besib chiqsam bir exception tashlab etdi. Exception xatolik tashlab etdi. Nima xatolik desak, nima ekan? Arrays index out of bound exception deydi. Ya'ni index ishib ketdi deydi. Index men 3 degandim shunaqa. Ammo men 4 ni yozdim, qaranglar, 4 ni. Shunga bu xatolik tashlab oldim. Cho'qim netchin yozgan bo'lsak, 3 degan bilan bu 3 degan 0 dan boshlangan chiqqan index. Shunga me'yanlam yozamiz. Hamda xatolik tashlamaydi. Mana. Tushundinglarmi? Manda yazsaqmi? Bo'ldi degan gap. Hamda buningga men boshqa bir amaliy bir misol bersam, masalan, balkim intervyuda so'rash mumkin, xizmat imtihonida, masalan, misol dey. Yoki bo'ldi. Interview 1 so'rash mumkin. Array'dan intan oson. Buningdan oson savol chiqmasligi mumkin array nisbatan. Nima deb so'raydi desanglar? Bir string bor, bir text shaklida. Masalan, text qanday? Salom dunyo, inglizchalam deydi u asosan. Inglizcha deb biray. Masalan, sizlar
Yer şarığı tuncuqdan kelgan bo'lsa deydi. Welcome to Earth. Bu Emily alay. Welcome to Japan day. Yaponiyaga kelganini qarshi olamiz degan qo'y. Mush har bir welcome'ni ayrim, to'ni ayrim, Japan'ni ayrim string shaklda. Mushni ayrim abba deydi. Ondan keyin ma diqqat qilinglar. Mushininki yana har bir so'zning qancha tal harfdan tuzilganligini deb deydi. Man ayrim bir al. Mush stringning ichidagi mushlarni ayrim yana string shaklda al. Undan boshqa yana har bir bo'shliq hisob emasa, har bir so'zning qanday qancha taldan harf borligini deb deydi. Tushundingizmi? Unda esa başladik. Biz buni nima shaklda yozamiz desanglar, string arrayga aylantiramiz. Uni so'z deb aylantirib biz qanday stringni manipulation, stringni kontrollashda bo'lish metodini o'rgangan. Bo'limiz. Har birisini qanday ma'noda na'dan bo'lsak bo'ldi desanglar, bo'shliqdan bo'lsak bo'ldi. Bo'shliqdan bo'lsak, miyadan bo'lsaklar 3 so'zga ham aylandi demakchi. O'sha tagsni qanday split deb bir metod bor. Split deb. Split nimadan split qildi? Bo'shliqdan. Agar men W deb qo'ysam, W dan split qiladi-da. Bo'shliq chunki o'rtaqmada bo'shliq bor demakchi. Ham buni bo'lgandan keyin qanday besib chiqaramiz? For each loop bilan. Buni qanday string besib chiqaramiz, string shaklda chiqadi-ku, uni qanday mana so'zlar deb qo'yay. Ko'p bo'lgan ekan. Mana so'zday. Bu so'zning qanday so'zlarni besib chiqardi. Buni besib chiqargan chaqda hem nimani? Hem mush so'zni, stringni o'zini hem nimani? O'zining qanchalik harfdan tuzilganligini. Qancha harfdan tuzilganligini. Buni addilamni qilib qo'yay. So'z length. Diqqat qilsanglar, stringning qancha harf bilanligini mana tirnoq bor. Amma arrayning qancha harf borligini tepish uchun nima bor desanglar, lengthni tepish uchun tirnoq yo'q-a? Mana keyin ayrim so'zlab birman. Ma'ni besib chiqarsak. Qaranglar, welcome 7 so'z, to 2 harf nima? 7 harf demakchi. To 2 harf, Japan 5 harfdan tuzildi demakchi. Mushuni so'raydi intervyuda. Unda olsa eng oxirida yana bir misol so'zlab beray. Eng oxirida. Diqqat qilinglar, mana bek muhim. Array to'g'risida. Interviewdan so'rashi mumkin. Interview. Ikki deyman. İngilizce'de qancha so'zliq tovushi va qancha uzuk tovushi bor. Ingliz tili alifbasida, alfabetda. Buni bilish uchun ingliz tili qancha harf borligini bilish kerak-ku. Ingliz tili tushunami? Ingliz tili qancha harf bor? 32 mi? Bu Uyg'ur tili 32 harf bor. Ingliz tili 26 harf bor. Buning ichida qancha so'zliq tovushi bor? 5 so'zliq tovushi bor. Ular A, O, U, I, E. 5 so'zliq tovushi bo'lgandan keyin qancha uzuk tovushi bor ekan? 21 uzuk tovushi bor, shunaqa. Manda so'raytildi. Bir string berib, bir so'z bersa, masalan, word deb qo'ying. Bu so'z nima? Qalam bir so'z bo'lsin. Mushning ichida qancha so'zliq tovushi bor, shuni topib berdi. Xohlagan bir so'zning ichida qancha tal so'zliq tovushi borligini tip birdan bir oddiy program yoz dedi. Buni qanday yozamiz? Mushni biz bilgan, ha? Eng avval qanday qilamiz desak, bu so'zni eng avval nimaga aylantirib olamiz? Harfga. Har bir harfni deb olamiz. Chunki men oldin qitim nima dedim? Mush string char arraydan tuzilgan demakchi.
Анан декен her bir әріп деп баған декен şu әріп мушның ішінде бармы, мушның таңмы, таң емесме өкім қылымыз. Таң olsa bir sanını çıkarıp vermez. Increment qılıp taң olmasqanda. Кейінден өте өрмez. Şun logikisi mi şu? Asaslık logikisi mi şu? Onda olsa en olmayan mağanı array'e aylandır olay. Mas string ne? Char array'e aylandır olay. Әріпler. Şuna koy. Bu word ne qanda? To char array dep aylandır oldum go. String char array'e aylandırıp için. Mavi azlar array'e aylandı. Array şekilde. Mesela man biz çıkarsam. Arrays to array var o. Әріпler. Bana onu düzüldü. Әріп aylandırıp oldum. Array'ge. Men tak boşluğum var çünkü men boşluq var o. Endi qana qilmay aytsanglar, bir qancha sonni, qanchatal soni sanaq, ya'ni nechtal so'ziqlashish uchun bir sanaq uchun qanda keyin increment qilish uchun bir shu sanaqni qurib olaman. Int shaklda. Bu son 5 va yoki 6 va deyish uchun sanaq bo'ldi-ku. Uningga 0 qiymat berib qo'yay, chunki boshlanmadi, sanashni boshlanmadi, shunaqa qo'y. Sanashni boshlanmadi. Unda bo'lsa men hozir for each loop'dan mushni aylantirma. Ya'ni nima shaklda? For each loop statement. Ya'ni almashtirish bayon eslendimi? Agar almashtirish bayon eslandimiz qaytib ko'rsangiz bo'ldi. Switch statement deydi inglizcha. Men buni tafsil so'zlagan. Bununla qanda char bu. Bunun saliq ma'lumot tipi char. Buni harfni each deb qo'yib qisqartib qanda harflar. Harflar. Endi diqqat qilinglar. Switch statement yazdım, syntax shunday. Şu H harfi. Bu H sozuq dey. Sozuq. Sozuq. Muş harf. Ya bu H davray sozuq demey. Xata tushunib qolgansizlar ba'zan bo'lmasa. Bu H davradim. Qolgancha harfning qisqartirilmasi H. So'zlashma 5 so'zlashma qo'y. Agar mushu harf, mushu H har bir aylangan chaqda for loop bir aylanib chiqadi. Avval ma chiqadi, mavo birinchisi ana tang bo'lsa, mushuna tang bo'lsa deb. Agar shu birinchisi qanda, masalan, A tang bo'lsa, ma sanaqqa qanda bir increment, birisi qo'shildi. Birini qo'shash qo'y increment degan. Keyin break. Agar o'g'dan bo'lib qolsa, sanaqqa yana birini. Mush logika bo'yicha. Agar yo'qdan bo'lib qolsa, manimcha qiziq bo'ldi, men mani tamomladim nima? Sanaq yana birini ketib beramiz. Break case agar qanda oyoqdan bo'lib qolsa, sanaq birini ketib beramiz. Yana birisi ish qolib qoldi. Qaysi qolib qoldi? Agar I qolib qoldi shunaqa. I mushu nimadan bo'lib qolsa, mush H I dan bo'lib qolsa, sanaqqa yana birini ketib beramiz.
Ma braid ola qopdi. Break. Ma saqa qopdi sanaq. Agar biz mushningki tangimizchu tugidi 5 lam. Onun da qasqanda default tugidi default şekilde. Hamda qanda this word has sanaq. Mushunchilik nima? So'zuq tavush. Oy, besh inglizcha keyin qozoqchami? Uyg'urcha chizib ketdim. Vowels dedi. So'zuq tavushni. O'zbek tavushni konsonant dedi. Vowels. Buni ochdi qanda? Shunchalik so'zuq tavush bor demakchi. Masalan, mana shunda qancha so'zuq tavush biz bilamdiq, bilmaymiz shunaqa. Sanab baqsaq bo'ldi. Mana shu so'z tavushi yo'qmi qanday? Chiqarib baqagan. Zero vowels. Qanchasi bor? 0 bor dedi. Hemen mana for ishlatmoqchiga kirib qoldi miyag. Zero vowels. 0 kim mana? Mana yaxshisi. Uyg'ur aytdi. Uyg'ur aytdi qancha so'z tavushi bor? 1, 2, 3, 4 shunaqa. 2 so'z tavush var chiqarib nima ish bilamsizlar? Chunki men mana tanqiganda kichik harf bilan ham tanqid qilyaptim. Ammo men yerda cho'ng harf bor. Buni qanday o'xshaymiz desak, men mana wordni qanday qilyapman? To lower case qilyapman. Hammasini kichik qilyapman. Qanday yozson ammo keyin kichik qilyapman. Kichik qilib etsam yana qanday o'ngshalmada o'ngshash kerak. To lower case. Okay, buni men miya qilay. To lower case. Hamda qanday? 4. Men kichiklattirdim. Qanday yozsa 4 so'z tavushi. Shuni so'rab qilish mumkin. Bugungi darsimiz mushakcha array to'g'risida. Tushungan nuqtalar bo'lsa, aslida ingliz shaklida qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat. Ko'p mashq qilib turinglar.